بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 310 bab ikrom ad-dayf va xidmatuhu iyyahu bi nafsihi. Mehmonni hurmat qilish va unga o'zi, ya'ni uy egasini o'zi xizmat qilishi haqidagi bab. 740-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Anna rajulan ata an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fa ba'atha ila nisa'ihi fa qulna ma ma'ana illa al-ma'. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ قال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال هيئي طعامك واصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته وجعل يريانه أنهما يأكلان وبات طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما وأنزل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Bir odam Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzuriga keldi. Shunda Rasululloh o'z ayollariga, azvoji mutahharatlarni oldilariga odam yubordi. Bir mehmonni kutib olishga, ziyofat berishga bir narsa olib keldilar. Haligi odam qaytib kelib, onalarimiz oldida suvdan boshqa hech narsa yo'q ekan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu mehmonni kim oladi dedilar. Kim mehmon qiladi? Dedilar, bir odam ansoriylardan ekan, men dedilar. Mehmonni boshlab uyiga xotinini oldiga olib bordilar. Keyin aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mehmonini bir ikrom ko'rsatgin endi bu kishiga. Dedilar, ayol aytdilarki, bizda shu bolalarga tayyorlab qo'ygan ovqat bor xolos kichkinalarga. Dedilar, aytdiki, unaqa bo'lsa taomni tayyorla. Chirog'ingni yaxshilab, tozalab, yoqadigan qil. Bolalarni bir bola qilib uxlat endi. Agar mana kechki ovqat qilamiz degan bo'lsa, ovqatni bermay ularni uxlatib qo'y. Ayol ovqatni tayyorladi. Chiroqni yaxshilab yoqishga sozlab qo'ydi. Bolalarni uxlatdi. Keyin xuddi chiroqni yonib turgan chiroqni to'g'rilayotgan bo'lib turib, o'chirib qo'ydi qasddan. O'chirib qo'ydi-da, keyin taomni olib kelib, mehmonni oldiga olib, qani oling deb o'zlari yemay turaverdi xotin. Chunki taom oldi, kichkina bolalarning nimasi. O'zlari chiroqni o'chirib, mehmon ko'rmaydigan qilib qo'yib, mehmonga oling deb mehmon yeyaverdi, o'zlari qo'lini uzatib olmasdan turishaverdi. Ana shunday bo'lib, ikkovi och holda yotishdi. Ertasiga ertalab tong otganda haligi odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordi. Rasululloh aytdilarki, Alloh taolo ikkovinglarni qilganinglardan shunday ajablandi dedilar. Shundan keyin Alloh taolo ushbu oyat-i karimani tushirgan ekan, Alloh shaytondan rojim. Agar ularni o'zlarini o'ta hojatmandligi bo'lsa ham o'zlaridan boshqalarni ustun ko'radilar. Ya'ni o'zlari och turibdi, bolalar och turibdi, lekin mehmonga kutdilar haligi narsani. Kim o'zini nafsini o'ta baxilligidan, qizg'anchiligidan saqlangan bo'lsa, albatta ular najot topuvchilardir degan oyat tushdi, nozil bo'ldi.